tushda qal'a ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushida qal'a bino qilganini ko'rsa, ahvoli yaxshi bo'lishiga dalildir. Tushida o'z qal'asini o'zi xarob qilganini ko'rsa, dinining buzilishi va xarob bo'lishini bildiradi. Kirmoniy aytadiki, tushda qal'ani pishiq g'isht va ganjlar bilan barpo qilayotganini ko'rsa, do'zaxiy ishlar sohibini bildiradi. Qal'ani loy va xom g'ishtdan bino qilayotganini ko'rsa, ahli bihisht xodimlardan bo'lishi ishorasi. Qal'ada mahkam o'rnashib olganini tush ko'rsa, dinining sof va ishlarning mustahkam bo'lishiga dalildir. Tushida qal'aga goh kirib, goh chiqayotganini ko'rsa, din ishida komil emasligini bildiradi. Mag'ribiy aytadiki, tushida o'zini qal'a ichida ko'rsa, dinining sozi bo'lishiga ishora. Buning aksini ko'rsa, dinning zaif va nodurustligiga dalil bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.